Assalomu alaykum. Hurmatli abituriyentlar, o'quvchilar, hammalaringizga omad tilayman avvalambor. Ko'pdan beri sizlar bilan bir mavzu haqida suhbatlashishni yuragimni tugib qo'ygandim. Mana bugungi nasib qilgan ekan. Haqiqatan ham hozir sizlar uchun bir eng hayotinglardagi muhim pallalar, muhim onlar, imtihoningizga kam vaqt qoldi. Ya'ni imtihonga kirib siz qilgan mehnatingizga yarasha albatta natijalar olasizlar. Avvalo hammalaringizga omad, saodat tilayman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz hammasini Xudoyim taoloning o'zi yetkazib qo'ysin. Yo'linglarni oson qilib qo'ysin. Natijalaringiz yaxshi bo'lsin. Kelinglar sizlar bilan bugun hayotimda o'tkazgan bir ikkita voqealar haqida suhbatlashaman. Ya'ni foydali bo'lsa xursand bo'lamiz. E'tibor bering qadrli o'quvchi. Ba'zida ishlaringiz yurishmaganda, natijalaringiz yaxshi chiqmaganda bo'lib qoladi. Tabiiyki bularning hammasi bir etap, bir jarayon, uni ham oxiri bor. Harakat qilsangiz o'tib ketishingiz mumkin. Bilasizlarmi? Men o'quvchilar o'rtasida shu ilm berish davomida har xil holatlarni, har xil vaziyatlarni ko'raman. Har xil o'quvchilar bilan tanishamiz, har xil o'quvchilarni o'qitamiz. Ular ko'p bo'lishi mumkin, lekin bir necha bosqichlarga bo'linadi. Shulardan biri bu o'ziga bo'lgan ishonch past o'quvchilar haqida gap ketyapti. O'zingizlarga bo'lgan ishonchinglar past ekan, albatta sizlar natijadan uzoqlashasizlar. Qilayotgan ishingizlarda unum yo'qolib ketadi. Ishonch doim inson bilan birga bo'lish kerak, hamnafas bo'lish kerak. Bu narsa doim yodingizda bo'lsin. Abituriyentlik paytimizga keladigan bo'lsak, har doim insonlar bir muvaffaqiyatga erishganida orqada qolgan muvaffaqiyatsizliklari qolib ketadi, unutiladi, gapirilmaydi. Ayni hozirda erishgan yutuqlar haqida ko'p gapiriladi, lekin bir inson hozirgi holati yaxshi bo'lsa, kecha uning ahvoli yaxshi bo'lgan degandan bir dalolat emas. Ya'ni men o'qishdan 2 marta yiqilib, 3-marta o'qishga kirganman. Shu sababli hamki, balki o'quvchilarimizga qattiq turib, juda ham e'tiborli bo'lib, ularda natijaga erishish uchun diqqatimizni bir joyga jamlab ta'lim berishga harakat qilamiz. Bu ham bo'lsa hayotimizda bo'lgan kichkina zarbalar va to'siqlardan iborat bo'ladi deb o'ylayman doim. Birinchi yilda nima deydi, o'qishga topshirishimdan oldin shunaqangi kitobga mukassidan ketib qoldimki, kecha-yu kunduz uxlamasdan o'qiydigan odat chiqarib qo'ydik. Kecha-yu kunduz ovqat yemasdan deyarli juda ham kam uxlardim, juda ham kam asabiylashish darajam yuqori edi. Bu narsalar menga ko'p aziyat chektirdi, ya'ni sog'lig'imga, salomatligimga ta'sir ko'rsatdi, ko'rish qobiliyatimga ta'sir ko'rsatdi, ovqatlanishim kamayib ketib qoldi. Tabiiy hammasi nagruzkani zo'ridan va eng muhimi imtihon kuni ham men ertalabdan nima deydi, kechasi to'g'ri uxlamadim, ertalabdan yana kitoblarni o'qishda davom ettirdim. Charchagan miya bilan imtihonga kirdik, xatolar qildik, qo'limizdan kelgancha ishladik, lekin natijamiz unchalik ko'ngildagidek chiqmadi. Ikkinchi yil esa hech esimdan chiqmaydi. Bir hafta qolgan o'qishga topshirishimizga uyda dadam va akam ishlayaptilar. Shu paytda uyimizda qurilish ketyapti. Dadam menga biror marta misol uchun aytmaganlar-da. "Ke o'g'lim, menga yordam ber, yo mana bu ishga yordam bergin." Yo'q, bor, o'qi, sendan bizga yordam bor, ilmingda davom ettir. Yaxshi o'qigin, o'qishga kirsang bizga mana shu eng katta yordam deb aytardilar. Garchi o'zlari og'ir mehnat qilgan bo'lsalar-da. Lekin qanday bo'lib bir marta shu esimda, shanba kuni ketishim kerak. Shanba kuni o'zi keldim ertalab. Obeddan keyin ketaman degan qarorga keldim. Dadam bilan akam uyda ishlayapti. Qanday dadam erkin sig'inib menga aytdilarmikan, "O'g'lim, shugun qolib yordam bergin ishlarimizga, ertalab ketishing mumkin yakshanba kuni" deb aytdilar-ki, men vaqtimga qizg'ondim. Nima deydi? Uyga borib, ya'ni kvartiramizga borib kitob o'qiyman degan maqsadda vaqtim kam qoldi. Agar ruxsat bersangiz shu kun ketsam degan uni aytdim. Ya'ni xo'p deb qolib dadamga yordam bermadim, dadam bilan akamga. Va uydan chiqib ketdim. Hamma narsalarni, kerakli narsalarni oldik. Yo'lga chiqdim. Yo'lga chiqqanimda, bilasizmi, taksiga minib yo'lga yaqin qolganda vijdonimda bir qiynalish hissiyotini paydo bo'ldi. Ya'ni otam menga shuncha vaqtdan beri bir yordam bergin o'g'lim deb aytmay turib, endi charchoq zo'rdan ozroq balkim shu kun qolib bizga yordam ber, ertasi kun ketaverasan deb aytganlariga men xo'p demadim-da.
esimdan chiqmaydi bu voqea. Yuragimda qanaqadir bir nima desam, bir hissiyot paydo bo'ldiki, o'zimga bo'lgan kichkina nafrat sezdim, chunki otam shu gapni aytganligi uchun men bir hafta qolgan bo'lsa-da, biroz qolib bir kun, ming kun emas deb yordam berishim kerak degan fikr o'sha payti birdaniga mening miyamga paydo bo'ldi. Kvartiraga bordim. O'qishlarimni davom ettirdim. O'qituvchilarimiz javob bergandan keyin ham yana o'sha xato, ya'ni birinchi yil qilgan xatomizni davom ettirdik. Bu xato qanday bo'ldi? Yana kecha-yu kunduz kitob o'qidik, ustimizda ishladik. Qattiq mehnat, juda og'ir mehnat. To'xtovsiz ovozi baland chiqarib kitob o'qishlar, tinimsiz masala ishlash. Bu anchagina meni charchatib qo'ydi. Imtihonga kirdim. Ikkinchi yili ham natijamiz yaxshi chiqmadi. Uchinchi yil yana harakatda boshladik. O'zi abituriyentligimda hech qachon sust o'qimaganman. Ustimda qattiq ishlaganman maksimal. Qisqasi yil o'tdi. Yil o'tgandan keyin sarhisobi, ya'ni imtihonga oz qolgan. Imtihon ketishim kerak. Dadam ishdan kelganlar, charchab kelgan. Va men ertalabki smenaga o'qishga ketishim kerak. Dadam uyda uxlayaptilar. Endi ikkinchi yil qilgan xatoyim, birinchi yil qilgan xatoyimdan ancha tushunganman, ancha bosiq, og'ir holatga kelganmiz va uyga kirsam dadam hali uxlayaptilar. Uyg'otgim kelmadi. Bir yarim soat qarab turdim. Keyin dadam sezib ko'zlarini ochgandan keyin o'ylab turdim-da. Hech narsa demadim, shunchaki borib oyoqlaridan bitta o'pdim. Dadam o'rnlaridan turib, meni turg'izib oldilar-da, uzundan-uzun duo qildilar. Juda chiroyli, uzundan-uzun duo qilib, imtihonga meni kuzatib qo'ydilar. Ko'nglim tog'day ko'tarildi. Chunki otam masalan men muvaffaqiyatsizlikka erishgan paytlarimda ham meni qattiq qo'ymaganlar. O'g'lim, senga ishonaman. Sen hayotga shunchaki kelmading. Katta yutuqlarga erishishing kerak. Men senga ishonaman. Seni qo'lingdan keladi. Albatta uddalaysan. Biz turibmiz ortingda, hech qanaqa hech narsani o'ylama deb doim bizga tanbeh berib, ya'ni tanbehlari shunaqa ko'rinishda bo'lgan biz uchun. Imtihonga bordim. Alhamdulillah, imtihonlarimizdan o'tib oldik. O'qishga ham kirdik. O'qishni ham bitirdik. Mana yana ham davom ettiryapmiz magistratura sohalarida. Men bu gaplarni nimaga aytayman o'quvchilarim? Har bir inson, ya'ni imtihonga kam qoladimi, oldimmi, bilmadim, qachon bo'lishidan qat'iy nazar ota-onasini doim roziligini olsa, o'sha farzandni ko'karishi, o'sishi, unishi oson bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, e'tibor bering. Sizni bir daraxt deb qaraydigan bo'lsak, poya, sizni butun shox, gul, meva hammasini ushlab turadigan qism siz daraxtni tasavvur qiling. Poyada shox bor, shoxda barg bor, bargda mevalar bor. Poyani ham, shoxni ham, bargni ham, hatto gulni ham barchasini ushlab turadigan qism bu ildiz bo'ladi. Siz bir katta, ulkan bir daraxt bo'lmang, qancha meva bermang, qancha gullamang, baribir siz yerga birikib turadigan va shamolga sinib ketmaydigan, qurib qolmaydigan holatga kelishingiz uchun ildiz orqali oziqalanib turishingiz kerak. Bu ildiz sizga ota-ona bo'ladi. Shu ildiz agar sizga yerdan suvni va boshqa narsani, mineral tuzlarni shimib bermas ekan, siz qancha katta va salobatli bo'lmang, baribir tez quriysiz, kelgan shamolga sinasiz. Shuning uchun ham ota-onalarga bo'lgan hurmat, e'tibor bu juda katta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Chunki insonda albatta bu foydasiga. Bu qaytar dunyo, qancha misol uchun e'zozlang, qancha hurmat qiling ota-onangizni, shuncha men o'ylaymanki farzandlaringizdan qaytadi. Shuning uchun ham o'quvchilar o'rtasida mana shu yuzlaridagi qayg'uni ko'rganimda ulardagi uydagi ozroq muammolarni ko'raman. Hurmatli ota-onalar, o'quvchilarga, ya'ni o'g'lingizga, qizingizga bo'lgan e'tiboringizni baland qiling. Nimaga bu gaplarni aytayapman? Mana shu kichkinagina yutuqlarimizni ortida nima turibdi? Menga savol berishsa, nima turadi desa, yoki qayerdan bir ozroq kuch olasiz deydigan bo'lsa, hech narsamiz bo'lmaganda, ya'ni muvaffaqiyatimiz bo'lmaganda ham bizni qo'llab turgan ota-onamizni, ularni tinimsiz duolarini, onamizni pinhona, yashirincha, jimgina o'tirib yig'laganlari, otamni doim bizani qo'llab, hech qanaqa muammoni sezdirmasdan, o'g'lim, oldinga harakat qilishing kerak deb
doim bir viqor bilan tushuncha berganlari, mana shu narsalar bizga kuch bergan doim va sizga ham shu narsalarni tilayman. Ota-onani roziligini olishga harakat qiling. Doim qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar. Bir bola zodagonlar maktabida o'qir ekanda, zodagonlar maktabida, ya'ni bu gap ma'nosi nima? Boylar maktabida. Lekin u bolani ota-onasi oddiy insonlar ekan. Tabiiyki bu jarayon mas'ullarga, ya'ni unga dars beradigan ko'p vaqtlar oldin bo'lgan holat bu. Uni sinfdoshlarining jahlini chiqarar ekan, chunki u bolani kiyinishida ham bir tartib yo'q, chunki kambag'al oilaning farzandi, oddiy yashash tarzida chiqib kelgan bir bola, lekin juda ham yaxshi o'qiydi va boy xonadon farzandlaridan ko'ra ancha ustun ilmda o'zib ketgan. Tabiiyki bu jarayon ko'pchilikni jahlini chiqaradigan bir holatda o'qiydigan bola haqida gap ketyapti. Bir kuni ustozlari u bolani astoydil imtihondan yiqitishga va bu o'qiydigan hududidan haydashga harakat qilishibdi va shuni unga o'ylab bir savol beribdi. Bizga jannatni tuprog'idan olib kelib bergin. Shundagina biz o'qituvchilar seni imtihonni o'tkazamiz deb shart qo'yibdi. Oradan vaqt o'tibdi. Barcha ota-onalar yig'ilgan, barcha o'qituvchilar yig'ilgan. Ko'p o'quvchilar o'rtasida navbat shu bolaga kelibdi. Boyaki bola qo'lida bir to'rvacha xaltaning ichida tuproq. O'qituvchilari biz sizga bergan, ya'ni senga bergan shartimizni, ya'ni vazifamizni bajardingmi deb savol beribdi. Albatta ustoz deb qo'lidagi xaltachani olib ochibdi. Ochsa ichida tuproq. Sen rostdan ham bu tuproqni jannatdan olib kelding. Albatta, bu jannatning tuprog'i, ustoz. Barcha ota-onalar bu holatni ko'rib kulibdi, barcha o'quvchilar kulibdi, hatto ustozlar ham qo'shilib kulibdi. Xo'sh, sen bu tuproqni qayerdan olding? Boyaki bola ham bir jilmayib, orqadagi o'quvchilarga ham qarab, bir sekingina jilmayib qo'yib, bu tuproqni onam bir joydan yurib o'tdilar. Onamni yurgan oyog'i bosgan tuproqdan bir hovuch olib keldim ustoz deb aytgan ekanda, haqiqatdan ham o'shanda hamma ota-onalar o'zini to'xtatolmay yig'lagan ekan. Shuning uchun bizga qiyin bo'lgan holatlar Xudoyim taologa oson, doim so'rang beradi. Harakat qiling, mehnat qiling, ko'nglingizni to'q qiling. Oq ko'ngil, samimiylikni unutmang o'quvchilar. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni ushlang. Ota-onangizga bo'lgan hurmatingizni ushlang. Ustozlaringizni fikrlarini, o'gitlarini doim inobatga oling. Imtihonga oz muddat qolganda aslida imtihonga haqiqiy kurash boshlanadi. Hech ham o'zingizni qo'yib yubormang. Mahkam turib, natijalaringizni yaxshilashga, ertalab barvaqt turib, vaqtli turib, uy vazifalaringizni tayyorlashga, tinimsiz o'z ustida ishlashga davom eting. Charchamanglar, sog' bo'linglar, ishinglarga rivoj. Parvardigorim o'z sizlarni qo'llasin. Jamiyatga foydasi tegadigan insonlardan biri bo'lishning nasib ro'zi aylasin. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Hech qachon ilm yo'lidan yurishdan charchamanglar.